Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Dalda podcastining navbatdagi sonida ko'rishtirganimizdan benihoyat xursandmiz. Har doimgidek Kamina Abubakr Ibrohimov hamda ustozim Akobir Abdullayev. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz chempionlar odati haqida gaplashamiz. O'zi umuman odatlar bor va chempion qiladigan odatlar bor. O'zi umuman nafaqat sportda, shaxsiy hayotda ham chempion bo'lish uchun kerak bo'ladigan odatlar borda. Bunga kirib kelishdan oldin o'zi odatlarni ozgina to'g'risida ma'lumot bersangiz. Odat o'zi nima? Odat biz o'rganib qolgan va biz ongsiz ravishda yoki biz avtomatik qiladigan xatti-harakatlar. Bu odatlar. Va biz odatda odatlarni qilishni xohlamasak ham qilamiz. Shunaqa narsa-da. Ya'ni u harakat bizni xohishimizga qarshi ham u bizda bo'laveradi. Odat bizda shakllanadi. Biz shunchaki u narsani boshida o'zimiz xohlab yoki o'zimizni majburlab, ikkita yo'l bor-da odatni shakllantirishni. Biz yo xohlaymiz yoki o'zimizni majburlaymiz. Demak, biz xohlab qiladigan harakatni biz muntazam yoki bir vaqtda yoki qaysidir sababga ko'ra muntazam qilishimiz yoki o'zimizni majburlab yoki o'zimiz istagimiz bo'yicha shunday majburlab qilinadigan harakatlar boshida oxiri avtomatizmga aylanib ketadi. Ya'ni biz xohlasak, xohlamasak, o'zimizni majburlamasak, biz o'sha harakatni qiladigan bo'lib qolamiz. Mana misol uchun odat uchun eng yomon lekin eng oson tushuntirsa bo'ladigan misol bor-da. Bu sigaret chekish. Kimdir majburlagan bo'ladi. Erkakmisan, chek, erkakmisan deydi. Yoki misol uchun bizning klubimizda bo'lish uchun hamma chekish kerak-da, chek deydi. Ya'ni majburlanadi. Yoki u kimlargadir o'xshash uchun xohlaydi shu narsani. Yoki juda ham qattiq qiziqadi shu narsaga va qiziqqani uchun xohlaydi. Demak, istakda va yoki yechim sifatida qaraydi. Yoki yechim sifatida qaraydi va o'sha narsani istab ko'radi. Qayta istaydi, qayta o'sha harakatni qiladi va kun keladi, u istasa istamasa, majburlashmasa, u shu narsani doimiy qiladigan bo'ladi. Misol uchun ertalab turganda obedda, kechqurun obedga chiqishdan oldin, obedga chiqqandan keyin, ya'ni har doim u misol uchun nazorat qilmaydigan, tahlil qilmaydigan harakatga aylanib qoladi. Mana shu narsa tabiiy holat bo'lib qoladi. Norma. Uni tabiatiga singib ketadi-da, rostdan. Prям bundoq qarasak, bu norma-ku deydi. Bo'lmasa, shu yomon odatlar to'g'risida aniq qilaylik. Yomon odatlarning shakllanishiga sabab bizni fikrlash tarzimizmi yoki bosimga bo'lgan chidamlilik ko'rsatkichimizmi yoki irodamizmi? Biz qanaqa qilib yomon odatlarni shakllantirib qo'yamiz yoki bizdagi chegaralarni buzishga bo'lgan ehtiyojimiz kuchlimi? Endi yomon odatlar bo'yicha bizni agar bolalik, o'smirlik davrida chegaralarni buzish istagi kuchliroq bo'ladi. Chegaralarning ortida har doim qandaydir qulaylik, qandaydir go'zallik, qandaydir yaxshilik, qandaydir o'zgacha sarguzashtlarni ko'ramizda. Shuning uchun avval boshda har qanday yomon odatlar, chegaralarni buzish bilan bog'liq odatlar ko'proq o'sha yoshlik davrida ko'proq bo'ladi. Chegaralarni buzishni xohlaymiz. Chunki chegaralarning ortida biz uchun qiziqroq narsalar bor degan narsaga qiziqishimiz sababli. Endi keyinchalik albatta yomon odatlar odatda biz nimadir yaxshi, endi yomon odatlar faqat yomon odamlarga xos bo'ladi deya olmaymiz. Yo'q. Yomon odatlar odatda qaysidir yaxshilikni istab qilingan harakatlar keyinchalik yomon odatga ham aylanib ketishi mumkin. O'zida ham yoki boshqalarda ham. Misol uchun shu narsani qilsam, har holda o'zimga yaxshi bo'laman, yaxshi bo'ladi-da. Har holda poraxo'rlik, juda yomon narsaga o'tib ketmayman
endi u poraxo'rlik u уже boshqa yo'q misol uchun ana oilamni kambag'allik so'ramiz mana misol uchun aytaylik u bu yoqda o'zicha yaxshi narsani niyat qilib bu yoqda uстановкада-ku, to'g'rimi? yaxshi narsani bu yoqda o'zi ichida xohlab o'zichada, lekin bu yoqda undan ham dahshat narsani odatga aylantirishi mumkin. Odat, yomon odatlar u odatda shunday yuzaga keladi. Birinchisi chegaralarni buzish istagi, chegaralarni ortidagi qandaydir uning uchun juda qiziq sarguzashtlar sababli. Keyingisi yomon odatlar o'zicha yaxshi niyatni qilib qilinadigan yomon harakatlar. Unda yomon harakat ko'rinmaydi-da. Yomon harakatda o'zini yaxshi niyat to'sib turadi. Va odatda yomon odatlarni eng oxirgi va eng aktual sababi maqsadsizlik va dangasalikdan yomon odatlar yuzaga keladi. Ana, maqsad bo'lmasa, harakat bo'lmaydi. yoki dangasa bo'lsangiz, siz o'zingiz xohlaydigan narsa yo'q degani. Lekin sizda xohlaydigan narsa yo'q degani boshqalarda xohlaydigan narsa yo'q degani emas. Misol uchun kimdir o'zini sizni yomon odatingizga mos qandaydir mahsulotini sotish kerak. Va u bugungi kunda misol uchun ichkilik, chekish bilan bog'liq narsalar u yoqda tursin. Misol uchun aytaylik, shunchaki media hozir bugungi kunda sizga nimadir o'tkazishga harakat qilyapti. Xohish istaklaringizni sotishyapti. Da, misol uchun reklamalarda ham yoki yeydigan, ichadigan narsalar biz hammamiz mo'jiza xohlaymiz. Va bu mo'jiza deyapti. Shu narsa mo'jiza deyapti-da. Yoki bu mo'jizaviy deyapti. Bayramona, biz har doim bayramni xohlaymiz. Bayramona deyapti. Yoki biz hammamiz sog'liqni xohlaymiz. Sog'liq, ideal sog'liq deyapti hammasini. Va bu bizga o'sha bizdagi muammolarni, bizdagi aytaylik, ehtiyojlarni bizga o'ziga xos va oxirigacha qondirib bo'lmaydigan ehtiyojlarni ham bizga sotishyapti-da. Va bu orqali bizda yomon odatlar juda ham oson shakllanadi. Mana shunaqa holat bordi. Misol uchun 20 yil oldin odamlar stressga tushganda, katta ehtimol bilan ko'p narsa yemagan. Bizda ham yo o'z umuman nisbatan ko'proq. Endi shundoq olib magazin bizda deylik, dunyoda emas, biz dunyo bilan sal. Chunki aniqadi, har bitta mamlakat mintaqani o'zini anaqasi bor. Rivojlanish va globalizatsiya darajasi bor va 20 yil oldin men aniq bilaman, balki turmush darajasi bilan bog'liq tomoni ham bordir. 20 yil oldin odamlar stressga tushganda shundoq borib chekkan bo'lishi mumkin, chekadiganlar, kashandalar, lekin birdaniga misol uchun nimadir yemagan yoki nimadir ko'rmagan. Tushunarli. Endi hozir misol uchun stressga tushishimiz bilan nimadir ko'rishga kirib ketishimiz imkoniyati oson. Yoki shundoq borib birorta snack yeb misol uchun qandaydir energetik ichish oson bo'lib qolgan. Va eng dostupniy stressni bo'shashtiradigan narsalar shular. Va shu orqali avtomatik biz o'zimiz odat deb o'ylamagan va uni ustiga yomon odat deb o'ylamagan odatlarni ko'pini уже orttirib bo'lganmiz. Chunki asabiylasdan qolib qoladi deysiz. Chunki bunga dostуп kengda, katta. Misol uchun juda arzon va mazali yeguliklarni olsa bo'ladi hozir. Juda arzon, mazali ichimliklarni olsa bo'ladi yoki juda deyarli tekin nimalarnidir ko'rsa bo'ladi hozir. To'g'ri. U 20 yil oldin misol uchun endi anaqa kasetalardan disklarga o'tgan paytimiz, uning uchun borish kerak, o'sha maxsus diskni sotib olish kerak, uni DVDga qo'yish kerak, u agar qotib qolishi mumkin, DVDni almashtirish kerak. Katta tashvish bo'lganda, hozir hamma narsa dostupda. Bittada shu narsaga kirishib ketishimiz mumkin. To'g'ri. Endi yomon odatlar bilan keling, yomon odatlarni ko'p muhokama qilaylik-da, o'sha kengasiga o'tamiz. Endi sekin sportga kirib kelsak. Endi etap kirib kelsak-da.
Misol uchun ulg'ayishi, inson tabiati ulg'ayishi bosqichi borda baribir. Bilimlar orttirish, shu oila muhiti degandek sportga kirib kelayotgan inson ham xuddi go'dak singari kirib keladi. Necha yoshda kirib kelishi qat'iy nazar, go'dakdek kirib Nol keladi. bo'lib kirib keladi. Nol bo'lib kirib keladi. Keyin etap-etap rivojlanadi-yu. Xuddi shunaqa bosqichga bo'lib chiqsak, odatlarni shakllantirish kerak bo'lgan ketma-ketligi qanaqa bo'ladi? Aynan shu chempionlikgacha chiqish uchun. Xo'p, umuman olganda o'zi sport bitta odat. Sport bitta odat. Va shu odatni shakllanganligi o'zi bola uchun, mana o'zi sport bilan shug'ullanayotgan bola o'zi chempionda. Chunki misol uchun 2 yil yoki 1 yil, mayli 8-9 oy shug'ullandimi, hech bo'lmasa misol uchun 2 oydan oshdimi shug'ullanayotgani va u bu yoqqa ham borishda davom etmoqchi. Ya'ni bo'ldi, bormayman demayapti-da, u boryapti. Har kuni yoki har 2 kunda bir o'sha sportga boryapti. Bo'ldi, u chempion. U o'zida bitta dangasalikni yengdi. Bitta maqsadsizlikni yengdi va unda endi har 2 kunda 2 soatga bitta zalga borib 2 soat mehnat qilib kelish odati shakllandi. Va bizda shunday bitta odatni shakllangani bo'ldi, g'alaba degani. Va shundan kelib chiqqan holatda shu fikrni men har doim aytgim keladi. Ota-onalar uchun, trenerlar uchun, trenerlarga sizni bolangiz zalingizga bir necha marta mag'lub bo'lgan bo'lsa ham, nimalardir o'xshata olmasa ham, bir qanday deydi, неуклюжий deydi, qandaydir bir qo'polroq bo'lsa ham, haligi nimadir qo'lidan kelmaydigan bola bo'lsa ham, lekin sizni zalingizga kelyaptimi, o'sha muntazam o'sha bola bo'ldi, chempion, u o'zini yengdi-da. O'xshamayapti, shuning uchun bormayman, charchayapman, shuning uchun bormayman demayapti-da, u boryapti. Yoki o'sha bolalarni trener qayta-qayta urishi mumkin-da. Jonimga tegdi urishi deb bormayman demayapti-da, kelyapti. Bezitib qo'yish kerak. Uni yengdi u o'zini va bolaga shu narsani bildirish kerak. Sen chempionsan, chunki sen o'zingni yengding, o'zini yenga olmaganlar, zalga kela olmayotganlar, kelgisi kelmayotganlar qancha, chidolmayotganlar qancha deb, ya'ni bolaga chempionlik odati mana shu. Mana zalga borib boshladimi, bo'ldi, u chempion. Va ota-onalar uchun ham. Ota-onalarni tez bola, ota-onalarning bitta katta xatosi bor, bolaga mahsulot sifatida, biznes sifatida qaraydi-da. Investitsiya qilyapmanmi, risk endi undan foyda, dividend olishim kerak degan fikrda bo'ladi. Va bu fikrdan ham uzoqlashish kerak. Bola zalga muntazam borib boshladimi, sport bilan muntazam shug'ullanib boshladimi, unda sport bilan shug'ullanish odati shakllandi va bu foydali odat. Va bu foydali odatni shakllangani bitta medal. Va bu bo'ldi, u chempion. Ya'ni unga chempiondek qarab boshlayverish kerak. Bitta narsani yengib o'tdi. Endi boshlanishi, sport bilan shug'ullanishning o'zi bitta yaxshi odat. Endi musobaqalarga oid, professional sportdagi musobaqalarga oid odatlar yo'l-yo'lakay, musobaqadan musobaqaga, musobaqa darajasidan pastroq darajadan yuqoriroq darajaga o'tish jarayonida yangi sport odatlari shakllanib boshlaydi. Va haqiqiy chempionlarga xos bo'lgan odatlar umuman shunday turlarga bo'linishi mumkin. Birinchisi bu tanaga oid odatlar, ikkinchisi bu ongiga oid odatlar. Tanaga oid odatlar bevosita, misol uchun dietologiya deymiz, sport darajasi tepaga chiqsak farmakologiya deymiz, yeydigan, ichadigan narsalari bilan bog'liq. Undan tashqari to'g'ri nagruzka tushirish deymiz, yoki misol uchun qachon qancha uxlash deymiz, fiziologik odatlar bo'lishi mumkin. Yoki qancha dam olish, qanday dam olish degan fikrda bu yuqoriroq darajadagi sport odatlari bo'ladigan bo'lsa, insonning ongiga oid, sportchining ongiga oid odatlar bu qayerda qanday fikrlash. Qayerda qanday fikrlashni qancha davom ettirish. Mana shu endi insonning ongiga oid odatlar bo'ladi sport. Hop, o'zi inson sportda chempion bo'lish uchun shaxsiy hayotda
qanaqa odatlarni rivojlantirishi kerak? Nima deydi? U muntazam, har doim qiladigan, tanaffussiz, muddat belgilanmagan, doimiy qilinishi kerak bo'lgan narsa. Xo'p, o'zi inson sportda ham, hayotda ham chempion bo'lish uchun mana shu ikkita tomondan odatlarni shakllantirish kerak. Intizomiy odatlar, motivatsion odatlar. Xo'p, intizomiy odatlar har ikkisi muhim. Intizomiy odatlar uni g'alabaga yaraydigan, sport formasini shakllantiradigan jismoniy harakatlarni muntazam qila olish. Tashlab qo'ymaslik. Michael Phelps 5 yil davomida har kuni suvga tushgan ekan. Ya'ni o'sha olimpiadaga chiqishdan oldin, birinchi olimpiadasiga chiqishdan oldin, ya'ni dunyo rekordini yangilab bir qo'yib, o'sha bitta olimpiadada o'sha 6 tami oltin medal olgan holatiga chiqish uchun 5 yil har kuni suvga tushganda va o'sha narsani juda ham ko'p eslaydi. Ya'ni intizomga qattiq rioya qilgan, muntazam bo'lgan hamma narsa. 5 yil, misol uchun men raqiblarim tug'ilgan kunga borganda men bormaganman. Men do'stlarim vechirinkaga borganda men bormaganman, suvda edim. Bunda ham suvda edim, bunda ham suvda edim, bunda ham suvda edim, bunda ham suvda edim. Men har kuni suvda edim deganda, ya'ni u bir kun ham trenirovkani tashlashga qo'ymagan o'zida. Odatiy har kunlik odatiy tanaga qo'yiladigan, tushiradigan yuklamasini har doim qilgan. Shuning uchun shunaqa u olamshumul natijaga ega bo'lgan. Va bu bevosita intizom bilan bog'liq. Intizomiy odatlar muntazam qiladigan bizni sport harakatlarimiz, sport mashg'ulotlarimiz degani. Endi motivatsion odatlar nima bo'lishi mumkin? Kayfiyat, intizom bu kayfiyat bo'lmasa ham ishlash degan. Intizom bu sizni hissiyotlaringizni bunday chetga surib, shunchaki just do it deydi, harakat qilish degani. Motivatsion odatlar nima bo'lishi mumkin? Kayfiyatingiz yo'q. Sizni kayfiyatingiz yo'q. O'sha kayfiyatni topa olish uchun nima qilishingiz kerak bu yerda? Yoki sizni istagingiz yo'q, o'sha istakni kuchaytirish uchun nima qilishingiz kerak bu yerda? Yoki sizda xohish yo'q, o'sha xohishni topish uchun bu yerda nima qilish kerak? Shunday fikrlash tarzi bilan odam o'ziga o'zi motivatsiyani bundoq ko'tarib oladi. O'zini o'zi motivatsiya qila olish odatlari bo'lishi kerak. Chempion bo'lmaslikka sabab bo'ladigan odatlar. Sportchilarni chempionlikdan to'sadigan odatlar deylik. Salbiy odatlar. Yomon odatlar. Va u odatlar bo'ladi, odatda aynan sportchini chempionlik yo'lini qisqartiraveradi yoki umuman chempionligini yo'qqa chiqaradigan odatlar. Birinchi odat, давайте tana bilan bog'liq odatlarni ko'raylik. Kechasi kech uxlash. Kech uxlash sportchini chempionlik darajasidan tushiradi yoki chempionlikdan uzoqlashtiradigan odat. Chunki kechasi kech uxlash orqali ham tanani, ham psixikani buzadi odam. Eng yomon odatlardan biri. Bu degani juda ko'p uxlash deb teskarisini tushunmaslik kerak, lekin kech uxlash, sifatli uyqu. Sifatsiz uxlash va kam uxlash, uyquni haqqiga xiyonat qilish desa ham bo'ladi va bu sportchilarning yomon odati. Va bironta chempion yo'q. Men kechalari har kechasi o'sha kech uxlardim va bu menga chempion bo'lishimga xalaqit bermadi degan narsa yo'q hech kimda. To'g'ri, teskarisi ko'p. Ya'ni men vaqtida uxlab boshladim va meni natijalarim yaxshilandi degan narsa. Kechasi uxlamadim, men bugun yutqazdim deganlar ko'p. Ham bor hech misol uchun. Va shundan kelib chiqqan holatda kechasi siz uxlamayapsizmi, yomon uxlayapsizmi, uyqungiz buzilyaptimi yoki uyqungizni buzib tashlayapsizmi? Mana shu narsa va bitta narsa, misol uchun telefondan ko'p foydalanish anaqani psixologik tayyorgarlikni buzadi va bu yomon odat deyolmayman sportchi uchun. Kechqurun uyquni hisobidan ko'p foydalanish buzadi-da. Bu nima? Bu ham o'sha uyquni buzish. Yomon uxlash, kech uxlash. Aslida telefonni juda yomon tomoni sportchilar uchun telefon krest deyolmaymiz.
lekin kechqurun uyquni hisobidan foydalanib yotish bu uyquni buzadi. Uyquni buzish esa sportchilarning eng yomon odatlaridan biri. Va uni muvaffaqiyatsizlari, natijalar pasayib boshlashi, xatolar ko'payishiga odatda mana shu narsa sabab bo'ladi. Gohida mag'lubiyatlar seriyasidan keyin sportchilar o'zini o'zi jazolab boshlaydi va bu jazolashi uyquni hisobidan jazolaydi. Kechasi yomon uxlash bilan jazolaydi. Uyquni hisobidan bir nimalar bilan band bo'lish bilan jazolaydi yoki uyqusizlik bilan jazolaydi. Aynan o'ziga aybdorlik hissini bundoq aytaveradi, sen aybdorsan, uxlashga munosib emassan degan narsani ongsiz ravishda o'ziga o'zi beradi va uyqusizlik bilan jazolaydi. Uyqu haqida bitta podkast qilamiz. Shuncha ha, bo'ldi, to'liq to'xtatish shart emas. Все, qoladi. Endi ikkinchi eng yomon odat. Endi never give up deydi, hech qachon chekinma deydi. Bu gap aynan sportchilarga tegishli. Chekinish. Va chekinish juda keng tushuncha. Sportdan chekinish bor. Misol uchun qator 5 ta 10 ta ketma-ket mag'lubiyatlar bo'ldi. Xo'p, sport menga emas ekanda, ketdim boshqa sohaga. Mana birinchi chekinish. Bu eng katta chekinish. Keyingisi musobaqani o'zida, musobaqaga o'tmaylik, trenirovkadagi chekinish. Charchadimi? Sekin chekinib boshlaydi. Oxirigacha qilmaydi. Trener misol uchun 20 ta qildimi, 15 ta qiladi. Aytaylik 10 kilometr yugur deyiladimi, 7 kilometr yuguradi, orada piyoda yuradi. Yoki misol uchun haftada 6 kun kuniga 2 mahal trenirovka qilish kerak. Bir mahal o'zi, bir mahal trener bilan bir mahal trenirovkadan chekinadi va bu chekinish. So'z mana shu narsa bu chekinuvchilar va yana bitta toifa deb turib hozir kelib qoldi fikr. Nima uchun kurashayotganini bilmaslikmi yoki kim uchun bu ishni qilayotganini bilmaslikdan ham bo'lishi mumkinmi? Misol uchun mana trenirovka qilyapti, murabbiy qarab tursa uzr, qaramasa kamaytirishni boshlayaptimi yoki tashlashni boshlayaptimi? Demak, u murabbiy uchun shug'ullanayotgan ekan. Va bu manbetdagi odatlar bilan bog'liq-da. Bu yoqdagi odatlar bilan bog'liq. Bu yoqdagi eng muhim shunday chekinishga sabab bo'ladigan odatlar, birinchisi siz to'g'ri aytdingiz, ya'ni nima uchun shug'ullanyapman bilmaydi. Nima uchun o'zi? Murabbiy uchun, ota-onam uchun. Hali sportchida o'zida to'laqonli maqsad shakllanib boshlamagan. Hali sportga, endi yana bitta narsa, bu professional sportga hali o'tmaganligidan dalolat beradi-da. Yoki unutib qo'yish. Yoki unutib qo'yish, aniq maqsadni unutib qo'yish. Endi yana bitta muhim omil bor. Biz chekinayotganimizda bizni chekinmaslikka majbur qiladigan hech nima yo'qligi sabab biz chekinamiz. Mana biz chekinayotganimizda, to'xta, davom et deydigan ichki hissiyotlar, qadriyatlar yoki fikrlar yoki qoidalar yo'qligi uchun biz chekinamiz. Boya qoidalar, hissiyotlar, odatlar bo'ladi-da. Fikriy odatlar bo'ladi. O'sha fikriy odatlar bizni, to'xta, yana bir marta urinib ko'r, oxirigacha turib ber, oxirigacha urinib ko'r deydi-da va o'sha narsa odatda bizni chekinishdan saqlab qoladi o'sha narsa. Juda ham muhim. Endi yana bitta yomon odat sportchilarga xos bo'lgan o'sha oxirigacha bormaslik. Bu ham chekinish desa ham bo'ladi. Oxirigacha sabr qilmaslik, oxirigacha chidamaslik. Mana ayniqsa biz mana voleybolchilar bilan ko'p ishlaymiz. Oxirgi daqiqalarda yutqizib qo'yish ko'p. Oxirgi daqiqalarda setni berib qo'yish ko'p va oxirigacha kurashish kam. Bu chekinish bilan bog'liq. Biz oxirigacha degan fikrni qo'ymaymiz-da. Mana shu yo'q odat, yomon odat. Oxirigacha degan fikr bo'ladigan bo'lsa, mana shu yaxshi odatga aylanadi sportchilar uchun. Mana jangni oxirigacha davom etkazish bitta narsa. Jangni oxirigacha davom etkazishni xohlamagan sportchi katta ehtimol bilan
misol uchun submission deydi yoki anaqa aytadi-yu, decision bilan yutqizish bilan nokaut bilan yutqizish farqi bor. Lekin odatda nokaut bilan yutqizganlar orada qayerdadir jangni oxirigacha yetkazishni xohlamaganlar bo'ladi. Ertaroq tugay qolsa deydi ichida, ichkaridan. Tezroq tugashini istab qoladi. Yoki o'yin bo'lyapti-da, shu o'yin tezroq tugasa-da deydi. Sharmandalik tezroq tugasa-da degan fikr noto'g'ri fikr. Qutulish. Yoki misol uchun qutulsam-da, bu ham noto'g'ri fikr aslida. Bu mag'lublarning fikri bu. Mag'lublarning odati, fikriy odati deganda, shundan kelib chiqqan holatda nima bo'lishidan qat'iy nazar oxirigacha. Okey, mag'lubiyatmi, xatomi, nima bo'lishidan qat'iy nazar oxirigacha. Aynan oxirigacha deyish chempionlarga xos bo'lgan odat. Ertaroq tugasa-da, bu trenirovkadan boshlanadi. Trenirovka ertaroq tugasa-da, odatdagidan ko'rib ertaroq tugasa-da, mana shu уже sekin sportchilarni mag'lubiyatlariga olib boradigan odatlar bor. Bu odatlardan biri deb aytsa bo'ladi. Tushunarli. Qani ustoz, shunaqa paradoksal fikrlar bor. Men ko'pincha tartibga solib beraman insonlarni. Endi bu fikrim qanchalar to'g'ri yoki noto'g'ri, hozir siz tushuntirib berasiz. Biz insonlarda yomon odatlar ko'p emas, sanoqli. Biz insonlarda shunchaki rivojlanmagan odatlar ko'p, rivojlanishi kerak bo'lgan odatlar ko'p. Va xuddi shu narsa sportchilarda ham shunaqa. Ya'ni sanasi har doim aytaman, yomon odatlarni yo'qotishim kerak. O'zi yo'qotish degan to'g'risidagi fikr bu nima deydi, bir noto'g'ri-da. Chunki butkul yo'q qilish, butkul yo'qotib yuborish deganiga qarashadi. Keyin bizada biz inson butun boshi yomon odatda tashkil topmaganmiz-da. Shunchaki o'sha narsa ko'proq ko'rinadi. U narsa ko'proq ko'rinishiga sabab u narsani yopadigan yaxshi odatlarimiz yo'q bo'lgani uchun. Deb tushuntirib beraman. O'zi inson, mana sportchi ham, oddiy inson ham yaxshi odatlar, yomon odatlarni bartaraf etish kerakmi? Yomon odatlar ko'pmi yoki o'sha yomon odatlarni kamaytirishga sabab bo'ladigan yaxshi odatlarni ko'paytirish kerakmi? Rivojlantirish kerakmi odatlarni? O'zi yaxshi yomon odatlar nisbati hammada har xil bo'ladi. Odam zotida yomon odatlar ko'p, yaxshi odatlar ko'p deyishimiz juda nisbiy bo'ladi. Ya'ni aniq fakt aytish uchun bu yerda katta tadqiqot olib borish kerak. Yomon odatlarni yo'q qilish noto'g'ri fikr. Yomon odatlarni kamaytirib borish bu to'g'ri fikr. Yomon odatlar bu kamida sizdek kuchli raqibda. Kamida sizdek kuchli raqib. Va mana o'zingizdek kuchli raqibni, misol uchun u bilan jangga chiqadigan bo'lsangiz, tasavvur qiling. Uni 100% yutishga kafolat berasizmi? Yo'q, raqobatli jang bo'lishiga kafolat beraman. Raqobatli bo'ladi, lekin 100% yutishingizga kafolat bermaysiz. Ya'ni sizni raqiblari, sizni odatlaringiz kamida sizchalik bitta kuchli raqib degani. Va siz uni misol uchun jangda mag'lub etishingiz ehtimoli kam, yo'q qilib yuborishingiz ehtimoli umuman yo'q degani. Bitta jang, chunki u siz kamida sizchalik. Endi siz uni sekin zaiflashtirib borishingiz mumkin. Sekin kamaytirib borishingiz mumkin. Sekin uni sizga ta'sirini yo'qotib borishingiz mumkin. Cheklab borishingiz mumkin. Odatlar cheklanish bilan sekin yo'qoladi. Lekin odat unaqa narsa emas-da, ya'ni bunda ustanovka qilingan qo'shimcha jihoz va uni bundoq qilib yechib olib tashlab bo'lmaydi. Shunaqa holatlar bor-da, bundoq qilib yechib olib tashlaganimizda biz undan kattaroq bitta yomon odatni shunaqa o'rnatib olamiz o'sha. Chunki bittada bo'shab qoladi-da o'sha. Endi nima qilaman? Mana chekadiganda chekmaydi. Bittada ya'ni shunaqa sigaret hayotidan olib tashlasa, uni o'rnini to'ldiradigan hech nima, xuddi hayoti bo'shliq bo'lib qoladi. Bo'shliq paydo bo'ladi. Kimdir kutyapti-da, endi nima qilaman deydi. Просто yo'q, qora tuynik. Hayot zerikarlidir. Chunki u har doim kimdir kutayotganda chekardi. Yoki misol uchun ertalab turdida
ishni nimadan boshlashim kerak? Chunki ertalab turishi bilan u birinchi chekardi. Endi bilmaydi, hayoti bo'shliq yoki aytaylik qandaydir anaqa bayram bo'lyapti-da, bundoq xursandchilik, odatda u xursandchilikda chekardi-da, xursandchilik cho'tib tatimayapti deydi. Chunki u hamma narsa bundoq o'sha hamma joyga u kirib borishga ulgurganda, endi bundoq olib tashlasa o'rnida bo'shliq. Shuning uchun odatlar, yomon odatlar sekin-sekin kamaytirilib, yaxshi odatlar sekin-sekin ko'paytirilib boshlanganda bundoq to'ldiriladi-da, bu sekin-sekin yo'l bo'lib ketib, bu to'liq o'sha joyni egallab oladi. Nima uchun yomon odatlarni biz yo'qota olmasdan, yaxshi odatlarimizni shakllantira olmasdan qolamiz? Chunki bizni xatoyimiz bittada bo'lishini xohlashimizda. Shuning uchun yomon odatlarni yo'q qilishga harakat qilmaslik kerak. Istash kerak, lekin harakat qilmaslik kerak. Kamaytirish kerak. Uni kamaytirib borish va o'sha joyi o'zida uni to'ldirib borish. Kompensatsiya qilib ketish. Misol uchun sigaret chekish tashlaganlardan yaxshi effekt bergan holatlar bor. Misol uchun har safar sigaret chekkim kelganda men qurti yeb boshladim. Shu bilan sigaret tashlab yubordim deganlar bor. Va bu o'xshagan metod. Kimdirlar jivachka deydi. Kimdirlar misol uchun jivachka chaynab boshladi. Chunki men bo'sh bunda olganda o'sha bo'shliq bo'lib qolmayapti-da, o'rniga boshqa narsani qo'ydi. Endi xuddi shunaqa sigaret chekkim kelganda men nafas mashqi qildim deganlar ham bor. Endi bu bir 10 mingtadan bitta holat. Lekin mana o'rniga qo'yilyapti. Yoki misol uchun shunga o'xshagan. Bo'shliqni to'ldirmagunimizcha, mana nimanidir olib tashlasak, u bo'shliq bo'lib qoladigan bo'lsa, bu bo'shku deb yana joyiga qo'yib qo'yaveramiz-da. Va o'sha triggerga anaqaga nima deydi, o'zi sigaret chekkan nimadir trigger bo'ladi, asab buzilish yoki nimadir. O'sha triggerga to'g'ri keladigan narsa topish kerak, o'rniga mos narsa topish kerak. Yomon odatlarda shunaqa xususiyat bor. Va chempionlarga xos bo'lgan, davaychi endi yaxshi odatlar, yaxshi odatlar bundoq qarasam hammasi hozir yomon odatlarning teskarisi ekan. Har doim oxirigacha borish. Nima bo'lishini fikran ham, jismonan ham har doim oxirigacha borishga harakat qilish. Buni yomon tomoni ham, yaxshi tomoni ham bor. Chempionlarga xos bo'lgan shunaqa va nafaqat chempionlarga xos bo'lgan odat. Nima deb o'ylaysiz? 2-3 kun oldin voleybolchilar bilan shu haqida gaplashgandik. Siz yo'q edingiz o'shanda. Va nima deb o'ylaysiz? Yaxshi sportchi bu qanday sportchi? Yaxshi sportchi bu doimiy rivojlanishni istaydigan sportchi. Yanachi? Xo'sh, yaxshi sportchi bu bag'ri keng, yangilikka ochiq inson. Juda to'g'ri aytdingiz. Va haqiqatdan ham yaxshi sportchi bu eng ochiq sportchi-da. O'rganishga ochiq, tanqidga ochiq, tuzatishlarga ochiq, o'zgartirishlarga ochiq. Va ko'p sportchilar mana shunaqa bo'lmaganligi uchun ularni trenirovka qildirishni iloji bo'lmaydi. Ularni qaytadan yasab bo'lmaydi. Ularni o'zi qayta shakllantirib, u holatdan yangi holatga olib chiqib bo'lmaydi. O'sha jarayonda, o'sha darajada qolib ketadi. Chunki ular ingliz tilida zo'r so'z bor-da, coachable deydi. Ya'ni trenirovka qildirib bo'ladigan degani-da. Ya'ni misol uchun shu xususiyat bo'lmaydigan bo'lsa, katta ehtimol bilan u yomon sportchi bo'lib qoladi. Va yomon odat bu. O'rganishni xohlamaslik, yopiqlik, tanqidlarni xohlamaslik, tanqidlarni umuman ignor qilish. O'zim bilaman. O'zim bilaman. Yomon odat bu. Yomon odat. Yaxshi odat ochiq. U qancha xohlasang o'rgatman va men hammasini o'rganaman. Qancha xohlasang ber va men hammasini olaman. Qancha xohlasang, misol uchun, va men ko'proq o'rgat, ko'proq ber va men hammasini qabul qilaman. Gubkaga o'xshab shimib olaman va bu zo'r odat. Ayniqsa yosh sportchilar qanchalik shunaqa odat kuchli bo'ladigan bo'lsa, shunchalik u hozir ko'p narsani o'rganib olishga ulguradi. Ya'ni u o'rganishda raqib tanlamaydi, yosh tanlamaydi, odam tanlamaydi. Hamma narsani o'rganib ketaveradi. Hammadan o'rganib ketaveradi. Endi misol uchun bir tomondan buni ham yomon tomoni bo'lishi mumkin, lekin
o'rgangan bilan o'rganmaganni farqi borda. To'g'ri. Men bilaman deb turib yuravergan bilan menimcha buni ham fikrida jon bor degan narsa ko'proq g'oya paydo bo'ladi. Haligi men bilaman deganda bitta g'oya bo'ladi-da. Yutqizishi bilan. Men lekin boshqalarda ham menday yoki mendan ham yaxshi g'oyalar bo'lishi mumkin. Ularni ham o'rganaman degan darajasi bugun pastroq bo'lishi mumkin. U juda tezda o'tib ketadi men bundan. To'g'ri. Demak, sportchi osminok bo'lishi kerak ekanda. So'rab oladigan. Osminok shunaqa o'zi ya'ni yangilikni, ilmni, yangi tajribalarni o'rgatish kerak. Men shu narsani men har doim aytaman. Instagramda bitta video ko'rganman. MMA jangchisi yutqizdi-da, haligi orqa tomonga o'tishgandan keyin raqib yoniga borib, "San nimadir usul qo'llading, men tushunmay qoldim va yutqizdim. O'sha usulni menga o'rgat. Men bilmadim qanaqa qilganing. Odatda men bu narsani qilaman, lekin sanikiga o'xshamaydi. Yoki qilmayman." Haligi raqib o'rgatdi, "Men bunaqa qilasan, bunaqa qilasan, bunaqa qilasan" deb bundoq qildi, o'rgandi-da, "Vau" dedi, "Qoyil qoldim. Rahmat senga bu o'rgatganing uchun" dedi. Va eslab ko'ring, hurmatli sportchilar va boshqa sohadagi odamlar, o'zingiz raqiblaringizdan hech nimanidir so'rab o'rgana olganmisiz? Yo'q. Qiyin bu. Ego. Undan ko'ra boshimni olib tashlasin deydi. To'g'ri. So'ramayman. Va hozirgi biz aytayotgan daraja past daraja emas, bu yuqori darajani coachable bo'lish, ilmga ochiq bo'lish, trenirovka qildirsa bo'ladigan bo'lish va o'ziga kerakli narsani so'rab ola olish bu yuqori daraja. O'ziga kerakli narsani bu sizdan bir amallayman deydi-da. Ichida hech kimga ko'rsatmaydigan, hech kimga aytmaydigan joyda "Men shu usulni sizdan bir amallayman" deydi. Lekin bunaqa fikrni u 700 marta aytgan bo'ladi, 1000 marta aytgan bo'ladi va 700 ta yoki 1000 ta u o'rganishi mumkin bo'lgan ilmdan, tajribadan, mahoratdan mosuvo bo'lgan bo'ladi. Qanaqa qilib eplaysan desa, "Ha, ko'rasan" qo'yadi. Va u burchak-burchaklarda siqilib yuradi. Qanaqa qilsam bo'ladi, qanaqa qilsam bo'ladi, bundoq tishlab, bundoq barmoqlarini yeyoradi-da. Shuning uchun yaxshi odatlarni boshi o'rganishga ochiq bo'ling. O'rganishni xohlang, tanqidlarga ochiq bo'ling, tanqid qilishlarini xohlang, ertaroq tanqid qilishlarini xohlang. Mayli O'zbekiston chempionati, mayli tuman, shahar chempionatida sizni tanqid qilishsin, asosiysi siz o'shanday tanqid qilinmaydigan bo'lib olimpiadaga chiqish qiling, jahon chempionatiga chiqish qiling. Va shunday yaxshi odatlar shu joydan boshlanadi. Va xuddi shunaqa ochiq emaslik bu umuman professionallarda ham bor narsa. Faqat havaskor sportchilarda emas, bu umuman professionallarda bor. Misol uchun o'sha Joze Mourinho futbolni olib keladigan bo'lsa, yoki nechta yosh sportchilar hozir yulduz bo'lgan, lekin aniqlamaydi. Shuning uchun baribir ochiqlik bu rivojlanaman degan inson, rivojlanishni istayman degan inson ochiq bo'lishi majbur. Va bu sportchilarni eng boshlanishi, yaxshi odatlarni boshlanishi hisoblanadi. Xo'p, shu joyda agar savollar bo'lmasa, sekin xulosaga o'tadigan bo'lsak, demak, sportchilarning yaxshi odatlari ularni chempionga aylantiradi. Sportchilardagi yomon odatlar ularni chempionlikdan uzoqlashtiraveradi. Va umuman olganda chempionlarni hayotda ham va sportda ham chempionlarga xos bo'lgan odat bor. Va ularning teskarisi hammasi mag'lublarning odatiga aylanadi. Birinchisi chekinmaslik, oxirigacha harakat qilish, oxirgi sekund, oxirgi daqiqagacha qayta urinib ko'ra olish va mag'lubiyatlarni, xatolarni o'zida tez kechirish va o'rganishga ochiqlik. Va eng yaxshisi yetarli va vaqtida uxlash. Yomoni bo'ladigan bo'lsa, tanaga oid o'sha yomon uxlash, yetarli uxlamaslik, sifatli uxlamaslik oqibatda sportchi chempionlikdan tanasini va psixikasini ikki tomonlama uyquni yomon narsa. Uyqu bo'yicha okey, boshqa podkast qilamiz. Umuman olganda yaxshi va yomon odatlar va chempionlarga xos bo'lgan va mag'lublarga xos bo'lgan
odatlar haqida gaplashdik. Bu mavzu hali davom etadi. Chunki hozir bundoq etmagan fikrlarim borligini bilyapman. O'zi odat tizimli narsa-da. Shuning uchun tizimli ko'rib chiqamiz. Albatta buni tizimli ko'rib chiqamiz. Shunaqa, hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring hamda like bosishni va do'stlaringizga yuborib qo'yishni ham unutmang. Va siz nima deb o'ylaysiz? Chempionlarni qanaqa yana yaxshi odatlari bor va mag'lub bo'ladigan, mag'lublarga xos bo'lgan qanday odatlar bor? Albatta siz ham fikrlaringizni izohlarda bo'lishib boradigan bo'lsangiz, biz ham ulardan kelib chiqqan holatda yana qo'shimcha fikr mulohazalar, balki qaysidir odatlar bitta alohida podkast uchun mavzu bo'lar. To'g'ri. E'tibor uchun rahmat kattakon. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr qolamiz.